Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi avtomobilimiz Nexia 2 1.6 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz holatlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, to'rtta yaxshi yumshoq archa protektor balonlar taqilgan, super biskontsioner, kraskalari mana shu oldi krilo, kapot, ikkita krilo bilan kapotida kraskasi bor ekan. Shuni ham o'zlaring uchun bemalol tekshirtirib olsalaring bo'ladi, lekin mashinaga juda yaxshi qarab qo'yibdi. Motorlari mo'l yemaydi, hadaviylarda shu yo'q, metan temir gaz balonlari bor. Qilgan chizilgan joychalarini ko'rmadim. Gullagan, chiragan joylari yo'q. Mashinamiz salonlarini ko'rib turibsizlar, yaxshi chexol poliklar taqib qo'yibdi. L9 qilib salonlarini probegi 347 ming yurgan. Metan gazlar ustanovkalar qilingan. Mashinamiz naqd variantga ham chiqadi. Mashinamizning tan narxi 60 million so'm etib belgilandi. Boshlang'ich 20 million so'm, oyiga 2 million 720 ming so'mdan chiqibdi. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib baraka qilishlari mumkin. Manzilimiz Prospekt, Almas Cafe ro'parasida ofisimiz. Sog' bo'linglar, omon bo'lasizlar.